Nogironligi bor insonlar va keksalar uchun ichki turizmdagi imtiyozlar. Ichki turizm bu sen O'zbekiston bo'ylab sayohat qilishing. Masalan, sen O'zbekistonning boshqa viloyatlariga yoki tog'lariga borishing mumkin. O'zbekistonda sayohat barcha uchun degan loyiha bor. Sayohat barcha uchun loyihasida har yili 1000 ta nogironligi bor insonlar O'zbekiston bo'ylab bepul sayohat qilishadi. Sayohat barcha uchun loyihasining sayohatlarida sen uchun barcha sharoitlar yaratiladi. O'zbekistonda keksalar uchun turizm loyihasi ham bor. Bu loyiha yordamida birinchi guruh nogironligi bor qariyalar bir yilda bir marta O'zbekiston bo'ylab bepul sayohat qilishlari mumkin. Vazirlar Mahkamasining 340-sonli qaroriga ko'ra, loyihada faqat shifokor xulosasi bilan birinchi guruh nogironligi bor, pensiya yoshiga yetgan, O'zbekistonda yashaydigan qariyalar qatnashishi mumkin. Sayohat davomida qariyalarning yashaydigan joyi, ovqatlantirish va transport xarajatlari bepul hisoblanadi. Xarajatlarning yarmini Vaqf xayriya loyihasi, qolganini Nuroniy jamg'armasi to'laydi. Sayohat davomida loyihada qatnashayotganlarga shifokorlar tomonidan kerakli yordam ko'rsatiladi. Qariyalar sayohatdan oldin uzbekistan.travel.uz internet manzilidan yoki 71 kodi bilan 200 00 88 raqami orqali sayohat manzili haqida kerakli ma'lumotlarni olishlari mumkin. Loyiha bo'yicha sayohat qilishni xohlaydiganlar yashash joyidagi tuman shahar hokimliklariga, mahalliy fuqarolar yig'ini raisiga murojaat qilishi kerak. Keksalar uchun turizm loyihasi har yili 1-dekabrdan 30-noyabrgacha amalga oshiriladi. Qariyalar 1-oktyabrgacha tuman hokimliklari oila va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limlariga murojaat qilishlari kerak. Chunki loyiha ishchilari 1-oktyabrgacha sayohat qiluvchilar ro'yxatini tuzishlari kerak. Noyabr oyi davomida Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasining internet manzilida sayohat manzillari, muzeylar, chegirmalar e'lon qilinadi. Sayohat davomida qariyalarga volontyorlar yordam beradi. Volontyorlar turizm sohasini yaxshi bilishlari kerak. Volontyor bu qariyalarga yordam berishni xohlaydigan insonlar. 641-sonli qonunning 24-moddasiga ko'ra, transport xizmatini ko'rsatadigan tashkilotlar nogironligi bor insonlar uchun kerakli imkoniyatni yaratishi kerak. Transport tashkilotlari jamoat transportini maxsus vositalar bilan jihozlashi, eshitishida nogironligi bor insonlar uchun ekranlar o'rnatishi, bekatlar ovozli e'lon qilinishi, shahar va qishloq jamoat transport yo'nalishlari va ko'rsatkichlarini rangli katta harflar bilan yozishi, yo'lovchi poyezdlarining vagonlari maxsus o'rinlar va perronlar bilan jihozlanishi, poyezd vokzallarini maxsus mexanik panduslar bilan jihozlashi kerak. Aeroport, vokzallarda, poyezd bekatlari va metroda nogironligi bor insonlarni transportgacha kuzatib borishda imkoniyat yaratish kerak. Nogironligi bor insonlar huquqlari to'g'risidagi qonunning 25-moddasiga ko'ra, mehmonxona egalari xonalarining kamida bittasini aravachadan foydalanadigan nogironligi bor insonlar uchun qulay jihozlashi shart. Nogironlik aravachasidan foydalanuvchi insonlar uchun ajratiladigan xonalar eshigi eniga 0,9 metrdan kam bo'lmasligi kerak. Eshitish va ko'rish bo'yicha nogironligi bor insonlarga e'lonlar uchun ekranlar va ovozli qurilmalar o'rnatilishi shart. Xona eshigiga inson yuzini ko'rish uchun qo'yilgan ko'zcha poldan 1 metr 2 santimetrdan baland bo'lmasligi kerak. Vanna, dush kabinalari, unitazlar, ushlagichlar bilan jihozlangan bo'lishi shart. Agar mehmonxonada yuqoridagi sharoitlar bo'lmasa, mehmonxona rahbari ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 51-moddasiga ko'ra bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 15 baravargacha jarimaga tortiladi. Yuqoridagi holatlar kuzatilganda, sen mehmonxona joylashgan tuman shahar hokimligiga, Ijtimoiy himoya milliy agentligi inson markazlariga, O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasiga og'zaki yoki yozma shikoyat qilishing mumkin. Ular muammoni o'rganib chiqishadi va kelajakda bo'ladigan noqulayliklarni oldini olish choralarini ko'radi.